O'zbekistonda 2025-2027 yillarga mo'ljallangan plastik bilan ifloslanishni kamaytirish bo'yicha milliy dastur loyihasini ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Bu jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi loyihasida ko'zda tutilgan. Jumladan 2027 yildan boshlab plastik paketlarni ishlab chiqarish, olib kirish va ulardan foydalanishni taqiqlash hamda ekologik jihatdan zararsiz paketlardan foydalanishni rag'batlantirish taklif etilgan. Hujjat loyihasi 2025 yilning sentyabrigacha ishlab chiqilib, shu yilning noyabrigacha Vazirlar Mahkamasiga kiritilishi kerak. Xo'sh, bugun iste'molda bo'lgan plastik paketlardan foydalanmaslik hamyurtlarimizning munosabati qanday? Buxorolik muxbirimiz kichik so'rovnoma o'tkazdi. Dunyoda har soniyada 160 mingta bir martalik paketdan foydalaniladi. Yiliga tabiatga 4 trillion tonna bir martalik paket chiqindi sifatida tashlanadi. Bu dunyo statistikasida qayd etilgan ma'lumotlar. Shu sababdan bugun dunyoning ko'plab mamlakatlari plastik paketlardan voz kechmoqda. O'zbekistonda ham 2027 yildan plastik paketlarni olib kirish, ishlab chiqarish va foydalanish taqiqlanishi va buning o'rniga ekologik toza mahsulotlar hisoblangan va qayta ishlash uchun mo'ljallangan qog'oz va mato singari paketlardan foydalanish mumkin. Bunday taqiqlarni joriy qilinayotganiga aynan plastik paketlarning tabiatga bo'lgan salbiy ta'sirini kamaytirish sabab qilib ko'rsatilgan. Biz odatda o'rganib qolgan plastik paketlardan voz kechishni yurtdoshlarimiz qanday qabul qilishmoqda? Qanday qaraysiz? Zo'r bo'lardi. Juda yaxshi qarayman. Chunki tabiatning ifloslanishini oldini olishga juda katta yordam bo'ladi deb o'ylayman. Uni o'rnida uni muqobil variantlari qog'oz paketlardan foydalansa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Yaxshi bo'lardi, chunki ularni chirish ham, yo'qotishimiz ham qiyin, hayotimiz uchun zararli. Taqiqlansa yaxshi. Chiqindi naqalar kamayroq bo'ladi. Endi selofan paketlarga hozirgi kunda talab katta bo'lmoqda. Endi uni menimcha xalq ehtiyojdan kelib qaror chiqarish kerak. Yo'qolsin, chunki hamma joy rasvo etadi. O'shanga qo'shilamiz yo'qolishiga. Bu cheklovlar ilk bor O'zbekistonda joriy qilinmayapti. Hozirgi kunda dunyoning bir nechta mamlakatlari, xususan Hindiston, Uganda, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Irlandiya, Daniya, Belgiya va boshqa o'nlab davlatlarda plastik paketlardan foydalanishda taqiqlar va yuqori jarimalar mavjud. Agar qonun loyihasi xalq muhokamasidan o'tsa, kelajakda plastik paketlardan mutlaqo voz kechiladi, ammo uning o'rnini yangi ekologik toza mahsulotlardan olingan paketlar egallaydi. Olimlar bu borada ham izlanishlar olib borishmoqda. Masalan, buxorolik yosh tadqiqotchi oddiy bargdan qog'oz paket olish usulini amaliyotda qo'llay boshladi. Xo'sh, chiqindi, ya'ni o'sha barglardan qog'oz ishlab chiqarish yo'lini topganmiz va laboratoriyaga ham olganmiz. Bundan, ya'ni qog'oz ishlab chiqarib, qog'ozli paketlar tabiatga zarar yetkazmaydi va chiqindisini ham organik o'g'it, ya'ni chiqindisiz yashil iqtisodga o'tmoqchimiz. Asosan 7 ta bosqichdan keyin olsa bo'ladi. Asosiy pulpani olganimizdan keyin kartonlar, qog'oz salfetkalar, ekotuvak o'sagan bo'ladi. Ma'lumot uchun, maishiy va poligon chiqindilarining asosiy qismini plastik paketlar tashkil qiladi. Ular biologik parchalanmaydi. Iste'molda plastik paketlar o'rtacha 25 daqiqa davomida ishlatiladi va keyin chiqindi sifatida tashlanadi. Ularning parchalanishi uchun esa 100 yildan 500 yilgacha vaqt kerak. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.